Lili brendidan ajoyib dekorativ uslubda ishlangan posudamiz bilan tanishtirib o'taman. Qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Tarelkalari 4 xil razmerda, 6 li razmerdagi tarelkasi, tillalari quyuq berilgan. Desertli tarelka hisoblanadi. Bu 7 li razmerdagi tarelkasi, eng ro'zg'orbob tarelka shu. Bu 9 li razmerdagi tarelkasi, servirovkalarga pattarelnik qilib olsanglar bo'ladi. Bunisi 10 li razmerdagi tarelkasi. Taqsimcha hisobida olaverasizlar. Avvalnisi ham 10 li razmerda, eng hadovoy razmerda, tillalari ham quyuq berilgan. Qaranglar, mesnoylar uchun. Bu salatning hissasi to'rtburchak shaklda ishlangan. Choynagi ham juda ham chiroyli ishlangan, formalari ham, razmerlari ham. Piyolasini ham qaranglar, farforlari oppoq, naqshlari ham juda ham chiroyli tushirilgan. Bu kosasi. Bu nabonimizni bemalol bizning Velmona Posud do'konimizga kelib 2.400.000 so'mga xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Jami naborda 60 ta dona narsasi bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Direktdan murojaat qilsanglar, dastavka ham qilib beramiz. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.